Ana bugun Uchtxon Optim marketi sizlarning talablaringizga binoan katta chegirma bilan yuqoridagi aksiyamizni 50%lik chegirmali aksiyamizni hayit munosabati bilan yana 2 kunga ochishni rejalashtirdik. Mana bugun 23-may, ertaga 24-may soat 8:00 dan boshlab bizlarning 50%lik chegirmali aksiyamiz boshlandi. Mana Manchiko pamperslari 15 ming so'mdan. Qanday bo'lyapti? Lalaku pamperslar 15 ming so'mdan. Qanday bo'lyapti? Mana bular nima deyapti? Mana bular. Qo'ngizlar. 50% skidka ketyapti. Nima degan gap bu? Mana no'xatlar 50% skidkada. Mana konservalar. Endi bu negativchilarga bu. Xo'sh, mana bular Mahibdan. Mana hammasi aksiyada. Hammasi 50% chegirmada. Faqat hayit munosabati bilan 2 kun. 25-26 may kunlari. Mana bular. Mana. Bular nima deyapti? Ha? Nima deyapti bular? Hammasi aksiyada. Kelib qolingizlar, shoshilib kelingizlar, jigarlar, bizlar qolamiz. Hayqiraman tog'lar bag'ridan. Dumburlagan sado keladi. Aytgancha jigarlar, tez kunda konstavar va o'yinchoq mahsulotlar do'konimizni ham ochamiz. Kutib qolingizlar.